Mana biz hozir Yashnobod mahallasining Jingil qishlog'idagi asfalt yo'llari bo'layotgan joyda turibmiz. Albatta biz mana shu Yashnobod mahallasi juda yo'llardan qiynalardik, loylarda, qorlarda yurolmay, ayniqsa kasallarda olib borishga juda qiynalardik. Shuning uchun mana bizning hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 145 sonli qaroriga binoan mana bizlarga ancha pul ajratilib, mana shu asfalt ishlari davom etyapti. Mana ko'rib turibsizlar, Jingil qishlog'idan asfalt uchi davom etib tugash arafasida. Bizning shu mahallamizga umuman 10,5 kilometr asfalt yo'li qo'yilgan. Mana shuni nasib bo'lsa, mana hamma xalqimiz xursand. Ayniqsa mana shu prezidentimizga rahmat. Umri uzoq bo'lsin. 100 yoshga kirib shu xalq uchun, el uchun xizmat qilaversin. Mana shu prezidentimiz qancha davlatlarga borib, bizlarning shu osmonning musofatligi, xalqimizning to'qligi haqida jon kuydirib, jon fido qilib bormagan davlatlari qolmadi. Hamma davlatga borib kelyapti. Nima uchun? Faqat xalq uchun, el uchun. Mana bizlarda bog'cha qurilyapti. Elektr tarmoqlari, liniyalar ishlar davom etmoqda. Bizning xalqimiz faqat mana shu prezidentimizdan minnatdor.